Kim poygada yutadi deb o'ylaysiz? Dunyodagi eng tez odammi yoki dunyodagi eng tez robotmi? Qani unda boshladik. Olg'a. Biz eng ilg'or robotlarni kuchli odamlarga qarshi sinayapmiz. Masalan, dunyoning eng yaxshi haydovchisini fizika qonunlarini buzadigan AI robotga qarshi. Yoki eng kuchli atletlarni ularning o'rnini bosishi mumkin bo'lgan robotlarga qarshi. Hammasi bitta savol uchun. Insoniyatning kunlari sanalganmi? Javob sizni hayratda qoldiradi. Hammasi dunyodagi eng kuchli odam va mana shu gigant mexdan boshlanadi. Buni kattaligini. Bu robot odam orzu ham qila olmaydigan kuchdan 7 barobar kuchli. Insoniyatning taqdiri mana shu odamga bog'liq. Sen shunday kattakon robotni yutaman deb o'ylayapsanmi? Buni qara. Bu qo'rqinchli emasmi? Qoidalar oddiy. 3 ta mashinani ag'dardik. Mashinalar ustidagi avtobusni tortib oldik. Bularni mexdan oldin bajarishing kerak. Aks holda insoniyat videoning boshlayog'i qiladi. Biz odamlar senga ishonamiz. Men yutishim kerak. Buni uddalaysan. Do'stlar, mehnatimizni qadrlagan holatda kanalga obuna va like bosib qo'ying. Bu keyingi videolar chiqishida juda katta turtki bo'ladi. Ana endi videoni davom ettiramiz. 3, 2, 1. Boshla. O xudoyim, sen mashinani allaqachon ag'darding. Men ham sendan qolishmayapti. U ikkinchi mashinaga keldi. Bo'la qol. O xudoyim. Yo'q, robot ham senga yaqinlashyapti. U ham ag'dardi. Insoniyat uchun. Ey, mashinani ag'darsang-chi. U qiynalyapti. Hamma mashinalar ag'darildi. Endi eng qiyin qismi avtobus. U sirg'alib ketyapti. U avtobusni siljityapti. Insoniyat uchun. Robot ham yaqinlashib qoldi. U 3-mashinani ag'dardi. Bo'la qol. Tezlashmasang u sana o'tib ketadi. Robot shinalariga yetsa o'yin tugaydi. Mex ehtimol birinchi tortishda tortib yuboradi. Biz hammamiz senga ishonyapmiz. Bo'la qol. U nafasini rostlayapti. U yetib keldi. Yo'q, u allaqachon tortyapti. Bo'la qol, senga ishonamiz. Uddalading, sen uddalading. Insoniyat uchun. Barcha odamlarning nomidan mana senga oltin medal. Rahmat. Odamlar 1, robotlar 0. Hozircha insoniyat keraksiz emas. Ammo oldinda 6 ta to'qnashuv bor. Robotlar oxirida ustun keladimi yoki yo'qmi? Shuni aniqlaymiz. Keling, keyingi jangga o'tamiz. Va endi ikkinchi bosqich. Dunyodagi eng tez to'p otadigan robot. San. Bu jinnilik. Buni ko'p eshitaman. Uning ismi Neo. Bu odamlarning harakatini takrorlaydigan robot. Ammo yaqin kelajakda u to'liq o'zi mustaqil ishlay oladi. Va bugun bu robot gigantlar jamoasining sobiq o'yinchisi Erik Simga qarshi chiqadi. Qani ketdi? Men seni anchaman, shuni bilib qo'y. Ko'ramiz. Ol buni. Hozirgina u mik drop qildimi? Agar men sizga Neo 150 mil tezligida otadi desam ishonasizmi? 150, juda tez-ku, bu tez. Kontekst uchun odamlarning rekordi 105 mil. Neo esa 150 bilan otadi. Neo shuning uchun o'zini maxsus to'p otadigan kanonasini olib kelgan. Neo shu kanonani boshqaradi yoki robotlaydimi bilmayman. Bu narsa odam sifatida bilgan hamma narsani aralashtirib yuboryapti. Neo otadigan 10 ta to'pdan bittasini uyrun qila olsang, insoniyat 2-0 bo'ladi va biz yutamiz. Qattiq harakat qilaman. Tayyor bo'lsang boshlaymiz. Insoniyat senga so'nyapti, Erik. Tayyorman. Hushyor bo'ling. Bezbolchilar duo qiling. Erik yutmasa, kelajakdagi pro bo'lish orzuyingizni bu mashina yo'q qilib qo'yadi. Voy xudoyim. Hayotingda ko'rgan eng tez to'plardanmidi? Ha, ancha tez. Yana 9 tasi qoldi. Omad Erik. Neo boshla. U seni masxara qilyapti-ku, bro. Yaxshi Neo, portlatib yubor. Nega bu qadar tez? Yana 7 ta qoldi. Neo nishonlayapti. Robotlar yutadi shekilli. Fortnite emotsiya qilyapti. Men uni yomon ko'raman. Men ham shu.
Menga emotsiya qilma. Men to'pning shamolini sezyapman. Har safar battarroq bo'lyapti. Oh, Neoga tegay dedi. Erik, sen to'pga tegizding, lekin unutma, yutish uchun Homerum qilish kerak. Yo'q bo'lasan, temir parcha. Shuni urib ko'r, masxara boss. Odamlari hali ham keraksiz emas. Insoniyat uchun qil. Erik yana 4 ta qoldi. O'zimda kuch to'pladim, buni qila olaman. Oh, Erik. O yo'q. Chiqib ket. Uddalading, ha? Men afsusdaman. Ha, buni uddaladim. U qildi 150 mil tezlikda. Bu insoniyat tarixidagi eng tez urilgan Homerum. Neo, odamga 10,000 dollarlik oltin medalni topshira olasanmi? Yo'q, sen yutmading. Yo'q, u uniki. Bu hayotimdagi eng yomon lahza. Xayr, robot, seni davring keyinroq keladi. Odamlarda yana 1 ochko. 2-0. Odamlar oldinda. Navbat keyingi bosqichga. Endi ko'ramiz, robotlar qayta tiklana oladimi? Biz bugun Adamni olib keldik. Dunyodagi eng aniq tepuvchi futbolchi. Va uning raqibi eng kuchli kicking robot. Avval kim muzoroga tepada deb sinamoqchi edik. Yaxshisi buni o'zing ko'r. Qani, tep. Ha, Yaxshi. shuning uchun o'rniga aniqligi bo'yicha duel qilamiz. Qoidalar: kim birinchi bo'lib tepib, nishonga ursa, o'sha g'olib. Ko'ramiz insoniyat uchun. O'zing gol darvozasiga tushira olmading. Keyingisida tekkizaman. Kayfiyatni tushirmaymiz. Robot uzoqroq tepishini bilamiz, ammo u odamdan aniqroq tepadimi? Oh, juda yaqin edi. Adam, tegizmasang u tegizib qo'yadi hozir. Ko'ramiz. Tegadimi? Oh, yo'q. Adam, hech bo'lmasa salab o'tgandek qilasanmi? Ha. Oh, voy, o'tib ketdi. Lekin keyingilarda tegizishi mumkin. Ehtiyot bo'l. Ichki xotirjamlik. Buni uddalaysan. Adam, shu hozir butun insoniyatni yiqityapsan, bilasanmi? Juda hayajonli. 3, 2, 1. Tep. Oh! Wow. Nahotki shunaqa bo'ldi? Robotlar bir bal oldi. Adam, robotga nimadir demoqchimisan? U baribir javob qaytarmaydi-ku. Endi gaplasha olmaydigan robotga navbat keldi. Bu safar basketbolchi robot. 4 karra NBA chempioni hali yerda. Raqib dunyodagi eng aniqlikdagi basketbolchi robot. Ha, biroz qo'rqyapman. Ikkita to'pni birinchi bo'lib kirgizgan g'olib. Ikkinchi halqa esa mixlar bilan qoplangan. Qani bo'la qol. Oh, yaxshi. Insoniyat yashaydi. Kattakon qo'liga qara. Oh, yo'q. Bu robot mutlaqo yirtqich. Bu robotni yutishing kerak, yutmasang bo'lmaydi. Yaxshi, yana bir bor. Senda bo'ladi. Yaxshi ketyapti. Oh, buni qarang, juda ham ozgina qoldi-ku. Oh, xudoyim. Endi esa robotning navbati. Tushirib qo'ymasa bo'ldi. Yaxshi. Oh, xudoyim. Buni uddalashim kerak. Yo'q. Ey, menga bir marta imkon ber. Buni uddalay olmaysan. Tushira olmaysan. O'tib ket. Oh, robot yutdi. Jinursin. Endi robotlar va insonlar 2-2 bo'ldi. Endi hisob teng bo'ldi. Kim oldinga chiqadi? Bu keyingi musobaqa. Menga eng yoqqani. Men sayyoradagi eng tez haydovchilardan birini oldim. Va uni robot boshqaradigan mashina bilan poyga qildik. Robot rulda emas,
Orqada joylashgan AI miyasi bilan mashinani boshqaradi. Bunaqasini hech ko'rmaganman. Ikkalasi ham bir xil Mercedes modelida poyga qiladi. Qani unda boshladik. 3 2 1 Go! O'chyapti-ku. Birinchi burilish ideal, ikkinchi burilish zo'r. Bu aniqlikni qarang. Vau, bu ajoyib. 1 daqiqa bo'ldi. 140 km/soat bo'lyapti shekilli. Bu juda ham zo'r natija. Aql bovar qilmaydi. Chiziqqa kelyapti. Bum! AI mashina chiziqqa kelib bo'ldi. Qani endi buni ko'ramiz. 2:01 da keldi. Endi navbat sendagi mashinada. George, bu ham xuddi o'sha model. Odamiyat senga qarab turibdi. Kelinglar boshlaymiz. 3 2 1 Go! Bo'la qol, davay. Olg'a. Bo'la qol, biz senga ishonamiz. Bos. Kim kuchli, odammi yoki robot? Burchakdan ideal o'tdi. Ovozini eshityapsanmi? Mashina g'uvillab ketdi. Shu payt qo'rqqanim o'zim bildim xolos. Voy xudoyim, 250 km/soat bilan ketyapsan. AI ga kim boshliq ekanini ko'rsatamiz. Albatta. Insonlar hali eskirmagan. Juda ko'p shovqin eshitilyapti. Bu yomonmi? Energiya-ku. Hozir AI mashinasi shu joyda bo'lganida seninkisining oldinroqda bo'lardi. Yomon burilish bo'ldi. Insoniyat uchun qil. 10 soniya qoldi. Bo'ladi, George, yaqinlashyapsan. Oh, sen undalading. 1:57 soniya. Voy xudoyim. U robotni yengdi. Tabriklaymiz, AI ni yengding. Rahmat. Sen buni insoniyat uchun qilding. Va endi keyingisiga o'tamiz. Endi ko'ramiz, navbatdagi daqiqada kim yutadi. Agar insonlar yutsa, seriya bizniki. Agar robotlar yutsa, hammasi finalga bog'liq. Bu musobaqada YouTube'ning Golfing Gold Boy'iga qarshi dunyodagi eng aniqlikdagi golf roboti. Yiqilasan chiroyli bola. Bu jinnilik. Maydonda masofa bo'yicha oshib bo'ladigan 5 ta nishon bor. 3 tasiga birinchi bo'lib urgan jamoasiga ochko olib keladi. Robotni yenga olishingga ishonasanmi? Bilmayman. Bu juda qiyin bo'ladi. Raqobat yo'q. Grantni o'z uyiga qaytaramiz. O, ajoyib Robert, qizishib ketdi. Qani unda boshla. Boshladim, gentler. Oh. Ha, ajoyib. Buni uddalaysan. Ha, juda xursandman. Boshladik. Robot tekiz olasanmi? Meni joylashtir. Tamom bo'ladi bu o'yin. Men avval odamlarning ishonchini ko'tarib, keyin sindiraman. Oh, juda silliq ketyapti. Oy yo'q. Bu robot yutib qo'ymasa bo'ldi. Oy yo'q. Robotda bitta ochko. Tamom bo'ldi, chiroyli bola. Endi strategiyang qanday? 150 ga o'tamiz. Omadli tayog'imda qolaman. Uddalay olmaysan. Oh, xudoyim. Bilardim. Jim bo'l, xo'pmi? Olinglar. O yo'q. Ana. Endi uzoq qotamiz 175 yadrga. 175 gami? Tegiz olasanmi? Umid qilamanki chamadonlaringni tayyorlagansan. Buni uddalaysan. Yo'q. U endi tegizib qo'ymasa bo'ldi. Hamma mashqlardan ko'ra nervimni eng ko'p buzdi shu lahza. O xudoyim. Iltimos tegma, iltimos. Robot tegizdi, ha? Robot tegizdi. O, do'stim, hammasi teng. 3-3 bo'ldi. Endi esa final. Men juda afsusdaman. Inson 3, robot 3. Keyingi bosqichga go. Hammasi shu duelga bog'liq. Insonlar dunyoga bizni almashtirib bo'lmaydi deb isbotlaydimi? Yoki robotlar tarixni o'zgartirib, kelajagimizni belgilaydimi? Inson yoki robot? Faqat bitta savol bo'ladi. Asr savoli. İnsonmi yoki mashina?
Endigi navbat dunyodagi eng tez odamga. Unga qarshi 3 ta robot, har biri avvalgidan tez. Agar Noah uchalasini ham yutsa, insoniyat g'alaba qiladi. Agar bittasi ham uni yutsa, robotlar ochko oladi va insonlar tarixidagi sahifani yopadi. Shuning uchun ham u juda ham qattiq kurashish kerak. Birinchi robot Unitary G1 Athletic, muvozanat, salto. Hatto u jang qila oladi. Ajoyib. Ketdik. Medallaringni ushlab turaymi? Ha, marhamat. Voy, bu haqiqiy oltinmi? Juda ham og'ir ekan. Noah 3 tasini ham yuta oladimi? Tayyor? Diqqat. Ketdik. Noah yugurdi. Robot bo'la qol. Bu kutganimdan ham juda sekin ekan va u birinchisini qiyinchiliksiz yengdi. Bunaqa sekin robot ham bo'larmidi? Bo'la qol, ozgina qoldi. O, sen aytmoqchi raqsga tusharding, to'g'rimi? Qani boshla. Men sendan kuchliman. Hammasi shu yerda tugashi mumkin. Uni nomi Unitary H1. U yaxshigina tez yugura oladi. Endi ko'ramiz, bu odamzodni yuta oladimi yoki yo'q. Buni shubhali turishini qara. Ha, xuddi changida qoldirib ketadigandek. O xudoyim. Bu ikkinchi robot. Unda yugurishni boshladik. H1, tayyormisan? Noah, sen tayyormisan? Olg'a. Olg'a robot. H1 olg'a. U yaxshigina yuguryapti, lekin odamni yenga olmaydi. Yaxshi lekin. Nima deysan, H1 yaxshi yugurdimi? Aha. Lekin bundan keyingisi dahshatli. Ketdik uchinchisiga. Keyingisi Black Panther. Yer yuzidagi eng tez robot. Bu o'ylaganimizdan ham tez. Bu kuchukka o'xshar ekan. Shuning uchun qattiq harakat qil. Aytganimdek, bu dunyodagi eng tez robot. Olg'a. Insoniyat taqdiri Noahning oyoqlarida. Biz bu kungacha qattiq harakat qildik. Bor umidimiz sendan. Senga ishonamiz. Bular birgina savol uchun. Insoniyatning kunlari sinalganmi? Insoniyat uchun! Tayyormisan? Boshladik. Olg'a. Voy, buni yugurishini. O, yetib oladi hozir. Bo'la qol. Wow, ko'rdingiz, u odamdan ancha keyin keldi. Biz yutdik. 2025-yil. Insonlar hanuz ustun. Bu sen uchun, rahmat. Bu insoniyat uchun. Robotlar bizni bir kun ortda qoldiradi, lekin bugun emas. Do'stlar, bu videoni hech qanaqa AI'lar dublyaj qilmagan. Shuning uchun mehnatimizni qadrlagan holatda kanalga like va obuna bo'lib qolishlarini so'raymiz. Aytgancha, YouTube bizni 4 ta dublyaj videomizni bloklab qo'ygan. Agar u videolarni ko'rishni istasangiz, Telegram kanalimiz va Instagram kanalimizning silkalari kanalimiz tavsifida. Hali juda qiziq videolar oldinda. E'tiboringiz uchun rahmat.